Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, Kamron Delis kanaliga xush kelibsizlar. Biz hozir birinchi yerda live o'ynab meni va'da qilgandi. Albatta internet ba'zida bo'ladi, ba'zida bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi yerdaman men o'z do'stlar va meni qanday o'ynashimni ham bir bilib olasizlar do'stlar. Kuchli o'ynayotganmanmi, kuchli o'ynayotganman. Kommentariyada yozib ketasizlar. Qani, xo'sh, biz o'yindamiz. Raqibimiz Xo'sh, Neymar bor ekan. Bu raqibimiz ko'p aylanar ekan. Fint qilishni yaxshi ko'rar ekan do'stlar. Xo'sh, pas bo'lmadi. Xo'sh, raqibimiz ko'tarmoqda. Oshib ketdi. Do'stlar, Bellingham Jude Konate'dan olib qo'ydi. Xo'sh, House'dan o'tqaz olmadi. Va do'stlar, offside bo'lmoqda. Xo'sh, Virgil van Dijk boshlab beradi. Nuno Mendes. Xo'sh, Lamin, Valverde Hollanddan albatta raqibda va hakamga tegdi. Mendes, Vini, xo'sh, Holland, Gyökeres, Bellingham, ajoyib paslar. Xo'sh, pas o'tmadi. Rodri qaytarmoqda do'stlar. Xo'sh, Lamin yana shu ishni qilmoqda, aylanib olyapti. Xo'sh do'stlar, bu mana hujum qilmoqda. Xo'sh do'stlar. Yo'q. Va zarba gol urib qo'ymoqda do'stlar. Hollanddan gol bo'ldi. Xo'sh, Valverde, Vini'da to'p. Xo'sh, ajoyib pas Valverde. Va o'tib keta olmadi do'stlar. Xo'sh. Bosim, pressing qilyapmiz do'stlar, pressing, bosim. Xo'sh, yaxshi. Yana shu aylanish. Bu harakatini ko'p takrorlayapti. Ajoyib. Mana bu chiroyli chiqdi. Va Rudiger foul qilib qo'ydi. Lamin Yamal. Xo'sh, ko'tardi. Van de Ven, ajoyib himoyachi Van de Ven. Birinchi taym tugadi. Xo'sh, birinchi taym yaxshi o'tdi. Yomon emas. Hali 1-0 ku. Xo'p, yaxshi. Olise, Holland tutdi. Zarba va gol. Xo'sh. Hop. Uzun pas. Isak. Xo'sh. Van de Ven. Ikkinchi taym ko'p aylanayapti deyman do'stlar. Biz futbolchilar aylanishni bilib ham qoldi deyarli. Xo'sh, Holland, Bellingham pas berdi Hollandga. Olesega pas. Olese Gyökeresga pas. Gyökeres pas, Vini zarba va voy, zarba berishga ulgurmadi do'stlar. Xo'sh. Virgil van Dijk, Mendes, Gyökeres to'pni orqaga qaytarmoqda. O'z sal qo'llab qo'yar do'stlar. Holland ajoyib ketdi. Xo'sh, tezlikda Holland patka bermoqchi edi, o'tib olmadi. Voy, zarba gol. 2-0 do'stlar, ajoyib. Do'stlar, 2-0. Ajoyib gol. Xo'sh. Voy, pressing do'stlar. Xo'sh, Holland yana qochdi. Holland, pas. Olese zarba va vartamon qaytarmoqda. Yamal tushmoqda Olesening o'rniga. Xo'sh, ko'tardi kornerdan Van de Vendan. Qarshi hujum do'stlar.
Lamine Yamal ajoyib, bizlardan ham ajoyib harakatlar. Van de Ven pas va qanday uslubda kim qaytarganini bilmadik, lekin ajoyib qaytardi. Vinidan ko'taramiz. Rudiger pas Hollandga. Holland zarba bilan juda aniq zarba bo'ldi. Yaxshi. 3-1. Do'stlar, qanday o'ynashimni birinchi terda ko'rib turibsiz. Men bu do'stlar, men aytgandim, mana shu videomda 200 ta obunachi kelsa va YouTube kanalimga yana 100 ta obunachi, Instagram kanalimga shart emas do'stlar, Telegram kanalimga 100 ta obunachi kelsa, YouTube kanalimga mana shu videoda 200 ta obunachi kelsa, konkurs qilamiz. Meni Telegram kanalimga obuna bo'lasiz. Men bitta kod taylayman, ash kodni taylab o'ynayveramiz. YouTube'ga bitta akkaunt yoki 100 ming so'm pul beramiz. Bizning qurimiz shunga yetadi. Ham keyin do'stlar, adminlikda kim bilsa, admin menga kerak edi. Videolarimni o'zimdan ham yaxshi montaj qiladigan, men yo'q paytim o'zi Telegram kanalimni yuritib bo'ladigan bir admin kerak edi. Adminlikda biladigan, videolar yaxshi montaj bo'ladigan bachchalar menga yozasizlar. Telegram kanalimga obuna bo'lib, Telegram kanalimni YouTube silkasida turibdi. Shunday bo'lsangiz o'zim Telegram kanalimga o'tib ketadi va biz kuchaytiramiz. James Rodriguez bilan Nuno Mendesni. James Rodriguez. Bu futbolchi nimaga oldingiz deb so'rasangiz, do'stlar, bu futbolchi Realning afsonalaridan biri. Ajoyib kartaga kelgan edi. Qora kartada kimdir olganlar bo'lsa, kommentarda yozib ketasiz. Xo'sh, bizning keyingi raqibimiz ancha yutqazgan ekan. Xo'sh, bu faqat menimcha bu 43 ta birinchi o'rin. Bu degani men faqat live o'ynagan bu raqibimiz. Xo'sh, Lamine xavfli zarba do'stlar. Yomon emas. Rudiger, Vinida top do'stlar. U Olese Hollandga pas. Ozgina do'stlar, bu video nechida olinayotgani soatlarda har bir ko'rsatamiz. Hozirgi o'yindamiz. Rudiger. Xo'sh, Gyökeres. Holland. Xo'sh, Holland ajoyib o'tib ketmoqda do'stlar. Tezlikda zo'r yetyapti. Xo'sh, pas beramiz. Voy, pas o'tmadi do'stlar. Vinida top zarba va shtraf do'stlar. Fol qilmoqda Lamine Yamal. Vinida ajoyib harakat qilamiz. Chiroyli gol urishga. Zarba va voy ozgina zarba kuchayib ketdi. Xo'sh, mana do'stlar, zarba bo'l yaxshi, yo'nmas. Xo'sh, Olese. Xo'sh, Holland, voy, Rudiger va Van Dijk to'xtatishdi va nima bo'ldi? Mbappe qizil oldi. Mbappe foul qilibdi. Mana shu yerda patkat bergan bo'lsa kerak. Bularda bitta qizil bor endi do'stlar, bizlar shans ko'proq. Xo'sh, Holland, Van de Ven ajoyib. Van de Ven Valverdedan o'tolmay qoldi. Holland oldi. Yamal pasimizni to'xtatib qo'ydi. Xo'sh, Vini bilan pressing qilyapmiz. Rudiger ajoyib. Va kimdir foul qildi. Kim bu? Lamine Yamal. Voy, bu ham qizil. Lamine Yamal ham qizil olmoqda. Bizada shans kuchaymoqda. 2 ta qizil kartochka bo'ldi bularda. Gyökeres ajoyib. Yana chopmoqchi bo'ldi bizni. Xo'sh, pas Vinidan zarba, ajoyib gol. Ajoyib do'stlar. Markazga shunday berdik, Vini shunday gol urdi bo'ldi. Ajoyib. 1-0. Albatta do'stlar, ancha sizlarim sog'lom bo'lsangiz kerak. Meni videolarim oddiy oddiy, hatto internetdan match bo'layotgandi. Mana endi birinchi terda live o'ynayapmiz, ko'rsatyapman. O'yinimni qanday kuchli o'ynashingizni o'zingiz kommentariyada baholab ketasiz. Okay, kuchli o'ynaykansiz deb yozasiz. Telegram kanalimga obuna bo'lsangiz ham aytgandek, shu mana shu keyingi oyning oxirida konkurs qilamiz. Shungacha mana shu videoga 200 ta obunachi kerak va mana shu video 500 ta like yig'sa ajoyib mablag' qilamiz, videolar chiqaramiz. O'sh, Hollanddan ikkinchi gol ajoyib bosh bilan. Do'stlar, yomon emas. Holland. Qadrli do'stlar, bizlar raqamimiz chiqib ketdi. Biz
Mana bitta video ko'ramiz faqat bu videoni. Montajini olib taslasam bo'lardi do'stlar, lekin bu videoni boshqacha bo'ldi. Turam kelib turibdi do'stlar tarkibimizni. Charchamagan futbolchilarimiz. Bu do'stlar bir 15 ochkogacha o'ynaymiz. Anig'i shu. Xo'sh, yana o'yinni boshlaymiz. Ikkita g'alaba bo'ldi. Voy, bu ancha qiyin bo'ladi bundaymi do'stlar. Ikkita qanotiga ham bo'yi uzun futbolchilar qo'yibdi. Bu sxemada o'ynasangiz o'zi ikkita qanotingizga ham bir bo'yi uzunlarni tezligi zo'rlan qo'shishingiz kerak. Xo'sh, Mendes qo'lni topib qo'ydi. De Bruyne, Mbappe, Ronaldo, bosim pressing Van de Ven, bosim Mendes va Hollanddan gol. Shoshmanglar do'stlar, hali bu o'yin oldinda. Bizlar mag'lubiyatga uchrashimiz mumkindir, balkim ko'ramiz. Bu o'yin hali oldinda. Hammasini Allohim biladi. Bu videoni qani ko'ramiz. Xo'sh, va giyokirish. Do'stlar, men sizlarga bir gap aytsam, menday hazil qilib, voy, bunday so'kinishlar men qila olmayman. Shuning uchun kanalimga agar musulmon bo'lsangiz, mana men unda qilaman. Yaxshi inson bo'lsangiz, mana masalan, men o'zimni yaxshi inson deya olmayman. Lekin do'stlar, shu videoni sizlar uchun chiqaryapman, ma'no qolishingiz uchun. Bitta videoga shu like bosib, Telegram kanalimga obuna bo'lib, YouTube kanalimga obuna bo'lsangiz bo'ldi. Bitta obunacha siz uchun. Men uchun esa kattalar video chiqarish uchun bu motivatsiya. Do'stlar, bizda donat xizmatlari bor, akkaunt berish xizmatlari bor. Telegram kanalimda albatta aytganman. Telegram kanalimda sotamiz akkauntlarni. O'sha Telegram kanalimga obuna bo'lasizlar. Xo'sh, mana xo'sh, bu kim edi? Ajoyib o'tib ketmoqda. Va Alisson bizni ikkinchi goldan qutqarmoqda, ajoyib. Inshaalloh mana shu o'yinni yutishga harakat qilamiz, chunki bu raqib bizni qandaydir asabimizni chiqardimi? Alisson tezda qochib ketmoqda tezlikda. Fint. Ajoyib. Hollandga bas. Adashvordik Mbappe deb. Xo'sh, giyokirish. Markazga pas. Voy, qani markazdagi futbolchilarimiz. Ya. Mbappe tezlikda qochmoqda. Vartabon chiqaramiz. Xo'sh, Vartabonni ham chiqardik. Mbappe o'tib ketdi baron, lekin Van de Ven ajoyib qutqardi. Xo'sh do'stlar, out oldik. Past maydonda o'tmayapti do'stlar. Markazda Valverde urishlayapti. Van Dijk, Valverde, Rudiger ajoyib ishlayapti. Van de Ven ham zo'r o'ynadi. Hozirki Mendes qandaydir bilmayapti do'stlar, ha. Lekin Mendesdan ham o'yin oshirib ketadi. Xo'sh, Olise pas. O'xshama zarba. Van de Ven ajoyib. Olesega pas. Olise pas. Holland zarba va gol. 1-1 ajoyib do'stlar. Mana nasib qilgan ekan 1-1 bo'ldi. Xo'sh. Yana tezlikda o'tib ketmoqchi. Do'stlar, sizlarga bir fakt aytsam, menga bu o'yinni hozir kimdir keyingi videomda bir bachcha siz so'kinibdi menga. Men u bachchaga yozdim. Nimaga uni dedi? Nima deysiz deb. Kommentarga kirib ko'rishingiz mumkin. Bundan oldingi videomni bir ko'rsangiz, bir so'kinish so'zi yozibdi. Sizlardan bir iltimos, faqat kommentga eng yaxshi so'zlaringizni yoki omad deb yozib ketsangiz zo'r bo'lardi. Va do'stlar, ikkinchi golni urmoqda ular. Ajoyib. Xo'sh. Albatta do'stlar, ko'ngli pok insonlar bo'ladi. Bu sizni Telegramingizga ham obuna bo'laman deb qayerdan obuna bo'lsaman desangiz, YouTube kanalimda skilkasi turib Telegram kanalimda shuni bossangiz, Telegram kanalimga shuni kirib ketadi. Kirasiz, obunasan bo'lsa, obunachilar bosasiz, Telegram kanalimizga dilsa akkauntingizni rasmini tanlaysiz. Oladiganlar oladi, olmaydiganlar olmaydi. O'zingiz akkauntingizni sotishingiz mumkin. Xo'sh, yo boshqa akkaunt olishingiz mumkin. Mashiniklarga ishonmang, faqat o'zim olib berishim mumkin. O'zimning lichkam ham bor. Lichkam kirasiz, shuni yozasiz. Aka, menga ham bitta akkaunt kerak deb. Xo'sh, keyin o'zim sizga halol qilib bitta akkaunt olib berishga qilaman. Va do'stlar, sizlar mana vyetnamliklar bilasiz. Menga bitta vyetnamlik kerak. Tangi va olmos xizmatini yig'ib berish qo'yamiz. Menga bir vyetnamlik tanishingiz bo'lsa, masalan, vyetnamlik tanishim bor deb Telegram kanalimga yozsangiz, o'sha yoki vyetnamlikni o'zi ko'rib turgan bo'lsa, menga meni Telegram kanalimga obuna bo'lsa-da, men o'zimning hechkamga yozsa, u bilan birga halol ishlab pul topishga harakat qilamiz. Do'stlar, vyetnamlikka ham foyda bo'ladi, bizga ham foyda bo'ladi. Ham aytganimdek adminlik bo'lmoqchi bo'lgan bachchalar, vosh, giyokirish ajoyib 2-2.
admin bo'lmoqchi bo'lgan odamlar menga adminlik qilaman deb Telegram kanalga aytganda yozasizlar. Xo'sh, Mbappeni tushirib olamiz do'stlar, Laminni tushirdik, Xvichani tushirdik. O'rtaga kimni tushirsak, markazga kelinglar. Xo'sh, Ronaldoni tushiramiz. Nimaga markazga Ronaldoni tushirdim? Shuni hozir qanotdan qochamiz. Masalan, Lamin ham qochib ketyapti, pasni bitta chalg'itib, o'rtaga pas bersak Ronaldoni zarbasini juda kuchliligini bilasizlar. Shunga do'stlar albatta charchadik-ku, lekin sizlar uchun video chiqarishda charchamaymiz. Shunchaki obuna bo'lasiz. Bo'ldi. O'sh, Alisson bizni ikkinchi goldan, muhim goldan qutqarmoqda. Xo'sh, Van de Ven, Lewandowski. Pas, Lamin Yamal. Xo'sh, Lewandowski o'ziga pas berib o'ynayaptimi? Qo'yib olish kerak. Xo'sh, zarba. Ya, do'stlar. Xo'sh, bizni bitta imkoniyatimiz bor. Xo'sh, Mbappe. Zarba. Vay, do'stlar. Nimagadir bo'lmayapti. Xo'sh, bizning so'nggi imkoniyatlarimizdan biri Ronaldo. Va do'stlar, bu o'yin 1-1, nima 1 ochkodan bo'ldi. Ajoyib. Xo'sh, bizga Kaysedo va Rahim degan futbolchi kelib turibdi. Xo'sh, futbolchilarimiz charchab ketdi, kuchaytirib olishimiz kerak. Do'stlar, kelinglar. Sxemani o'zgartirib olamiz. Bu sxema to'rt uchish ancha qiyin bo'lyapti. Bu sxemada qanotlardan juda ochilib o'ynaymiz. Qanotlarga taylaymiz. Xo'sh, bizda 10 ochko, 15 ochko bo'lishiga yana 5 ochko kerak. Hali o'yinlar oldinda tarkibimizda Ronaldosi bor ekan, Rivaldosi va Williamsi bor ekan. Ajoyib tarkib. Bu qanday qilish endi? U pas o'tkazdi. Williams bilan Olesi kurashib bordi. Olesi yutdi boshda. Xo'sh, Holland tezlikda. Xo'sh, voy, do'stlar, va qoyil qolish kerak. Alisson yaxshi turyapti. Ajoyib va Holland shuni oyoqlaridan oldi. Offside, Holland offsidedan chiqib kelgani uchun offside bo'ladi. Xo'sh, hammasi yaxshi bo'lsa, qani yutishga harakat qilamiz. Bu tarkibimizda. Xo'sh, Gyokerish. Maslahatim do'stlar, siz ham Gyokerishni oling. Judalar zo'r formada kuchaytirsangiz. Men 81 lik kartasini olganman, 91 qilganman. Hozir 82 lik kartasida ajoyib. Tepasidan bemalol 4 ta 100, pastidan bitta 100 chiqarsa bo'ladi. U omadingizga bog'liq. Pastdan lekin 93-95 lar aniq bo'ladi. Endi omadingizga bog'liq. Biz Gyokerishni to'liq chiroyli 100 qilmaganmiz, lekin bunday zo'r futbolchi qilib tashlagandik. O'ynashga yaxshi o'ynaydi. Vini patkatdan qochdi. Pas Hollandga zarba. Inshaalloh mana ikkinchi gol do'stlar. 2-0. Ajoyib. Raqibimizni hech qachon kamsitmaganmiz. Bunday kulgilichi simallar yubormaymiz bizlar. Simal hozir yuborishga nomimiz yo'q. O'yin ajoyib ketmoqda. Va xato pas Ronaldo chap oyoqda tepdi. Bir paytlar oldin Juventus o'ynab yurgan paytlar chap oyoqda o'yinlardan chiqishli. Ronaldo dunyodagi eng kuchli 10 oyoqlar futbolchilardan. Xo'sh, Ronaldo yo Messi deganda bizga albatta Ronaldo keladi. O'zimni chiqib aytayapman, Messi ham lekin yaxshi futbolchi. Messi o'z rafiqasiga sodiqlikni biladi. Ronaldo ham insonlarga yaxshilik qilishni yaxshi ko'radi. U yaxshi futbolchi. Masalan, men Ronaldoni ham Messini ham hurmat qilaman. Birdek hurmat qilaman. Ikkalasi ham buyuk futbolchi bo'lgan bir paytlar. Hozirgi dunyoda qonasida hozir Mbappe bor, Holland bor, Yamal bor, Harry Kane bor, Olesi bor, Dembele bor. Mana shu futbolchilar bulardan ancha hozir zo'r o'ynaydi deyish mumkin, hamma to'g'ri zo'r o'ynayotgandir. Lekin do'stlar, o'zlari bir paytlar oldingi hozirgi darajalarni solishtirib ko'rsangiz, oltin to'plarni hammasini solishtirib ko'rsangiz, mana shu futbolchilar birga bu Ronaldo bilan Messi bularni aniq yo'lda qoldirib ketadi. Ronaldo va Messi, lekin sizlarga birga aytsam, o'zimning meni fanatlarimdan biri yana Neymar ham yoqadi menga. Neymarni yoqtiradiganlar shu videoga albatta like bosasiz, Ronaldoni yoqtiradiganlar obunachani bosasizlar.
Messini yoqtiradiganlar iltimos qani ko'ramiz. Xo'sh, kommentariyada Messi yoqadi deb ketasizlar. Xohlasangiz kommentariyada Neymar yoqadi, Ronaldo yoqadi deb. Agar hammasini talasangiz, hammasini qilasizda va Telegram kanalimga ham tarcha obuna bo'lasiz. Aytganimdek, shu keyingi oyning konkurs bo'ladimi yoki shu oyda bo'lishi mumkinmi? Bilmaymiz, lekin mana shu video 500 ta like, mana shu videodan 200 ta obunachi kelsa YouTube'imizga va keyin Telegram kanalimizga 100 ta obunachi kelsa. Telegram kanalimiz o'zi yaqinda ochilgan, bu YouTube kanalga ham, lekin oylar bo'lyapti do'stlar. Yomon natija ketmayapti. Har kuni videolar chiqarish qilamiz. Bir kunda 2 ta 3 ta video chiqishi mumkin. Shorts videolar ajoyib chiqadi. Ko'ringlar, gol-urganlar videolar chiqadi. Yoqsa like bosasiz, yoqmasa o'tkazib yuboraverasiz deyman do'stim. Bizga obuna bo'lgan barchalar ham necha kap emas. Ronaldodan ajoyib tarzda juda chiroyli gol bo'ldi. Xo'sh, Van Dijk ajoyib. Va ajoyib paslar qilayotgandik, yomon emas. Yana tezlikda o'tib o'tmoqchi. Bu bachalarning tezlikda o'tib ketishini bitada bo'lsak bo'ladi. Ajoyib. Raqibimiz ham biladi bizda qanday tezlikda o'tib ketishimizni, biz ham raqibimizni bilamiz. Va men bosim Ronaldo va Ronaldo ikkinchi golni urmoqda do'stlar. Bu Ronaldo, Prem Ronaldoda 2000 ana shu Ronaldo. Ajoyib do'stlar. Gyokerish bizdan ham ajoyib hujum va gol. 3-2. Ko'rib turibsizlar, birinchi ter oson bo'lishi mumkin, kimdir oson deyishi mumkin. Kimdir birinchi ter mana soat 3:57 larda video kechasi soat 3 ta, deyarli to'rda, deyarli 3 tada endi olinmoqda. Bu video esa siz videoni nechida ko'rganingizni kommentariyada yozib keting iltimos sizdan. Xo'sh, raqibimiz kirmoqda. Bizlar menga yoqadigan futbolchilardan Xvichani tushirib oldik. Ronaldoni tushirdik, markazga aytganimda yana markazga tushirdik. Mbappeni tushirdik, Yamal tushdi, Mendes tushdi. Xo'sh, Xvichani nimaga hujumga tushirdim? Xvichani hozirgi 2025-mavsumdagi Xvichani ancha zo'r deyish mumkin. Hozir o'yinda ajoyib narsalar ko'rsatishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'sh, Van de Ven pas ajoyib sal qoldi, lekin to'pni olib qo'yishiga Lamin, Mendy, Bellingham, Mbappe, Xvicha. O ikkita futbolchi o'tib ketdi. Kvara. Vartabonni aldadi Xvicha va aytganimdek ajoyib gol urdi. Raqibimiz chiqib ketdi. Do'stlar, Xvicha aytganimdek super, men ajoyib gol bo'ldi. Ikkita futbolchini bittada chalg'itdi. Kenan Yildiz va Torres kelib turibdi. Futbolchilarimiz charchadi, charchagan to'ldirib olamiz. Ba'zilar shuni o'ynab ketadi. Endi hammaga har xil biz charchaganlarni to'ldirib olib Gyokerish bilan Holland turni alishtirlikda. Chunki Holland chapoqki bu yalan chapoq zavrishga yaxshiroq bo'ladi. Xo'sh, bitta kuchaytirish bor ekan. Kimni bosamiz? James Rodriguezga kuchiga tegdi, lekin oshmadi darajasi. Yana bir o'yin va biz g'alaba qozonishimiz kerak bu o'yinda ham. Xo'sh. Va Martinez, Dembelening yoshlik kartasi Martinezning bu qanaydir bu rangni bilmasa kerak. Qanday ajoyib karta rangda. Zo'r Martinez topdi, qoyil qolish kerak. Bu sxemada o'ynayapti. O'ziga master Alisson. Va internet ishlamayapti do'stlar. Va Alissondan ajoyib sev. Alisson top 5 ta o'yinchakka bizani golli seyflardan qutqardi. Ajoyib shu videoni ko'rgan paytingiz Alisson seyflarini sanab borsangiz ko'rib borasiz. Holland tezlik to'tilmadi. Mendes. Xo'sh, Mbappe juda tez ketmoqda va biz bilan Bellingham bilan bosim qilmoqdamiz. Bellingham kuchli, Mbappe kuchlimi deganda albatta Mbappe hozir yutib chiqdi. Xo'sh, yomon zarmas. Endi oddiy vartamonlar ham nechalik qaytara olardi, lekin yomon qaytarma Alissonga ham yaxshi. Xo'sh,
Valverde, Holland. Xo'sh. Ajoyib. Olise. Do'stlar, bu o'yinni yutsak, o'sha aytganimdek 26 ta olmos olamiz. Keyin juda noto'g'ri pas berdi, lekin emas, yomon emas. Muhim o'ynash kerak, bu raqibimizni ham intilish kerak bo'ldi do'stlar. Men sizlarga maslahat beraman. Hech qachon kayfiyatingizni tushirmang. 5-0 bo'ladimi, 6-0 bo'ladimi, teri tushib ketadimi, birinchi yerdan, masalan, birinchi terda bo'lsangiz, ikkinchi terga tushib ketasizmi? Nima bo'lsa ham kayfiyatingizni tushirmang. To'g'ri, asabiysiz chiqishi mumkin. Lekin kayfiyatingizni tushirmang. Mana va juda noto'g'ri pas berdik. Aytgandek, kayfiyatingizni umuman tushirmang do'stlar. Nasib qilsa sizga, Allohim xohlasa shu yutasiz, siz ham u ham yutadi. Xo'sh, Gyokerish yana ajoyib qaranglar. Yelkada bittada sug'urib qo'yapti, shuni olib qo'yapti, ajoyib. Holland Van Dijkdan yutdimi? Bu juda kam holat bo'ladi dilasida, lekin yutdi qoyil. Ko'tardi va yana Alisson ushlab olmoqda. Rudiger birinchi taym tugadi do'stlar. Ajoyib o'yin. Murabbiyimiz Hollandni olqishlab qo'ymoqda. Cameron Dilasa youtuber. Albatta obuna bo'ling, iltimos sizlardan aytganimdek. Xo'sh, Vini Gyokerish o'zimizdan noto'g'ri pas bo'ldi. Holland Van Dijk qaytarmadi. O, yaxshi pas. Va De Bruyne qayinda tez kelib Van de Ven, Vini qanday harakat qilishimiz do'stlar? Ajoyib va nima bo'lyapti? Olise ajoyib gol do'stlar, ajoyib harakat. Mike Olisedan gol. Menda 84lik kartasi do'stlar, u hozir 86. Ajoyib aytyapman, juda prem davrda Olise ham yomon emas. Xo'sh, Mbappe pas berdi va kim bu? Rodri bosh bilan gol urib qo'ymoqda. Bir tezda javob qaytardi bizga. Messi tushdi Valverdening o'rniga. Xo'sh, Gyokerish. Holland pas va bizdan ham juda tezda javob bo'ldi do'stlar. Qoyil qolish kerak, Holland va Gyokerish ajoyib hujumni tandem qilib zo'r o'ynashdi. Lamin Mendesh ekan. Ajoyib olib qo'ydi Lamin Yamaldan. Gyokerish yana ajoyib va sal ilkalaroq urilib ketgan va mana bo'ldi. Xo'sh, Mendesh Laminga qarshi Mendesh pas berdi, zarba ikkinchi golni urmoqda. Voy, ajoyib. Yomon emas. Xvichani tushiramiz. Mbappeni tushirib, Yamalni tushiramiz. Xo'sh, qani? Kirib qolsin, raqibimiz kirdi mana. Ush, yomon emas. Raqibimiz juda kuchli o'ynayapti, qoyil. Xo'sh, Lamindan pas. Mendesh, ajoyib harakat. Mendesh pas. Zarba. Va ko'rdingizmi do'stlar, Varda buni juda chiroyli save qildi. Varda kirib ham oz qoldi, ko'ramiz. Mbappe tepdi mana, Xvich tepdi va ko'rsatmadi. Xo'sh, ko'taramiz. Van de Ven, Mendesh va Van Dijkdan gol. Ajoyib do'stlar. Umidimizni tushirmadik, gol urdik. Nasib qilgan ekan inshaalloh. Mana shu bitgan, bizga bu yutdik. Mana menimcha ozgina daqiqalar ushlashimiz kerak bo'ldi. Voy, do'stimiz bizga Lamin Yamalga foul qilmoqda. Muhammad Salah, misrlik futbolchimiz, juda ajoyib futbolchi. Ajoyib do'stlar. Van de Ven biroz vaqtni cho'zishganda harakat qilamiz, hujumga o'tamiz. Xo'sh, pas beramiz. Lamin Yamal pas beramiz. Hujumga o'tib qilamiz. Aqlni ishlatib, Mbappe o'tolmadi. Lamin Yamal va do'stlar,
o'yin tugadi. Inshaalloh Allohim rahmat. Yutdik mana bizlar do'stlar. Videoni kesib tashlaymizmi, ko'ramizmi yoki ko'ramizmi? Qop-qora kadr qoldi. Pepsi'ni reklama qilayotgan ekan. Xo'sh, bizga 26 ta olmos berdi. Birinchi tierda qoldik barban do'stlar. Albatta do'stlar, sizga video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lasizlar. Aytganimdek, admin va vyetnamlik tanishlaringiz bo'lsa menga yozasizlar. Xo'sh, kattakon rahmat. Obunachilar va like bosing. Rahmat.